Mingbuloqda Ehson oshi. Jamushev vokzalidagi Rayhon oshxonasidamiz. Ertaga payshanba kuni kechki soat 7:00 ga Xudo xolisa Ehson osh tarqatishar ekan. Rayhon oshxonasining ish boshqaruvchisi Muhriddin aka, assalomu alaykum. Va alaykum Aka, assalom. ertaga qanaqa Ehson bo'ladi? Davronbek, ertaga Xudo xohlasa soat 7:00 ga Ehson oshimiz 10 kilo osh damlab tumandoshlarimizga ehson sifatida tarqatiladi. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, bu yerda Jamushevda yo Mingbuloqda deyarli qilinmayotgan zaytun yog'iga osh damlashyapti va undan tashqari ko'rsatganimiz devzir oshiga Jamushevda yana qilinmayotgan oshlar damlashyapti. Xuddi shunaqa to'rg'amchi, qaz va bedana tuxumli oshlarni tanovul qilishingiz mumkin. Undan tashqari har juma kuni shavla ham qilishyapti ekan. Tez kunlarda xotirma ham Xudo xolisa sizga tushadi aka. Inshaalloh, xotirmani ham Bemalol kelib, shunaqa payshanbali oshlarni Rayhon oshxonasida yeb ketsangiz bo'ladi. Manzil Jamushev vokzalidagi Rayhon oshxonasi, menimcha hamma biladi. Kelaverasizlar bemalol.